Assalomu alaykum yurtdoshlar, musofirda yurgan akaxon, ukaxonlar. Mana shu bolamga checha yordam qilib yuboringlar. Operatsiya uchun checha pul yetmayapti. Mana shu go'daklar uchun ham yaxshi bo'lib qolsin. Sizlardan iltimos qilaman. Bolam eko-buyruq qurib qo'ygan. 2 oydan beri biz nima olyapmiz, dializ olyapmiz. Tezroq operatsiyaga olib borish kerak. Yordam qilinglar, iltimos. Shu bolalar uchun ham yaxshi bo'lish kerak, biz uchun ham. O'zi ichki ishlarda ishlab, ashita kasal bo'ldi shu bolam. Hali bittasi yordam bergan yo'q. O'lgunimcha duo qilaman, iltimos, yaxshi insonlar. Assalomu alaykum. Yurtdoshlarimiz, yaxshimisizlar hammalaring? 2 oy oldin mana buyragim qurib qolib, shunaqa holatga tushildi. Mana dializ holatiga tushildi. Hozirgacha ozgina mablag'imiz yetmayapti. Xudo xolasa oz qoldi. Shu 15-largacha operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa hammalaringni yordam kutib qolamiz. Musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimizdan, qolgan barcha yurtdoshlarimizdan ham so'rab qolamiz. Xudo xolasa ozgina qoldi. Shunga ko'maklashlaring, yordam so'rayman. Yordam uchun karta raqamlarimiz 98lik 9860 1201 71 25 8037 Humo karta ortiq Sho'g'ri Mirzo chiqadi. Agar kimning qo'lidan qancha yordam kelsa yordam qilishlarini so'rab qolaman. Hamma xalqimizdan Xudo xolasa. Yaxshi kunlarda qaytarib. Yaxshi kunlarda biz ham qaytaramiz Xudo xolasa. Achaq bo'ling, bundan achaq bo'ling, tez achaq bo'ling. Achaq o'ylanib qoldi, yig'lagan. Qo'rqib ketdi-da yig'laganiga. Mana bu rosa yaxshi.